Nima qilish kerak sen hozir? Biz o'g'limiz Abu Bakrni 5 yoshida ingliz tiliga ixtisoslashgan maktabga berdik. O'g'limiz ingliz tili yodda tursin, rus tilini ham bilmasdi. Bolamiz 1 yil davomida umuman fanlarni o'zlashtira olmadi. Chunki hamma fan ingliz tilida edi. Hattoki 10 gacha sanashni ham bilmadi. Bu holat meni qattiq qayg'uga soldi. Hamma bolalar dars paytida darslarga quloq solib, jimgina darsni tinglab o'tirgan paytda meni farzandim partani orqasida o'ynab, kulib, o'zi bilan o'zi yurardi. Bundan juda ham jahlim chiqardi va xafa bo'lardim. Nimaga meni farzandim shunday bo'lyapti? Balki hattoki bog'chaga bormagan bolamni birdaniga ingliz tiliga berganim uchun, ingliz tili muhitiga tushib qolgani uchun qabul qila olmayaptimkin fanlarini deb o'yladim. Lekin murabbiylarni sa'y harakati bilan, murabbiylarni mehr muhabbati bilan 1 yildan so'ng o'g'limda juda katta o'zgarish bo'ldi. 1 yildan so'ng hatto rus tilida so'zlasha olmaydigan o'g'lim ham rus tilida, ham ingliz tilida bemalol so'zlasha boshladi. Hattoki boshqa fanlarni, matematika va shunga o'xshash fanlarni ham ingliz tilida bemalol o'zlashtirdi. Bunga sabab bizni Al-Biruni xalqaro maktabimiz bo'ldi. Scary things. Scary things. Do you like scary things? Yes. Scary things. Okay, Abakar, why do you like reading books? Because if I read book, I can read them. Oh, you can retell. Do you remember the name of the movie cartoon we watched together? Hoppers. Hopper. Yeah, Hoppers. Birgina qaror yillarni belgilaydi. Agar sizning ham farzandingiz bemalol ingliz tilida so'zlashni xohlasangiz, Al-Biruni International School qabulni boshladi. Agar sizda ham 5, 6, 7 yoshli farzandingiz bo'lsa, Al-Biruni xalqaro maktabiga olib keling. To'lov 4.990.000 so'mdan. Marhamat, tashrif buyuringlar. Asal tilam. Mana teatralizatsiya shunaqa bo'ladi-da. Qo'lga uradi,